14. ders İslam şeriatidagi 4 mesele to'g'risida. Bismillah, alhamdulillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Tüvendi dehqonlarga Abduveli Qari rahimahullahning derslerinden tanlanmalar 14. ders İslam şeriatidagi 4 mesele to'g'risida degan temani o'qiymiz inshaalloh. Ba'du billahi mineşşeytanirracim. 14. ders İslam şeriatidagi 4 mesele to'g'risida. Avvalgi derslerimizde aytib o'tganimizdek, dersler tertib bo'yicha o'rganilishi shartdir. Chunki keyingi derslerimizni avvalgi derslerimiz asosida so'zlayapmiz. Shuning uchun dersni to'satdan anglagan kishi avvalgi derslarni o'rgangan bo'lishi kerak. Shunga biz derslerimizni burungi derslarga ishora qilgan holda davom etyapmiz. Bugungi dersimizni boshqacharoq bir mavzu bilan boshlaymiz. Birinchisi inson uchun vojib bo'ladigan ishlar haqida, ya'ni islom shariatidagi 3 asos haqida bahs yurgizamiz. Vaqtimiz yetsa yana fiqh haqida bir az to'xtalamiz. Har bir insonga bilish zarur bo'lgan 4 masalaning birinchisi ilm. Ya'ni ilm deganda biz Allohning ma'rifati, Allohning payg'ambarining ma'rifati va dini islomning ma'rifatini maqsad qilamiz. Yani ilim Allah'ını tanış, Allah'ın peygamberini tanış ve dini İslam'ını tanıştır. İkincisi bu ilimge amel kılış. Allah'ını, peygamberini ve dini İslam'ını tanıgandan keyin bunu amel kılış gerek. Ehli İslam'la başka milletin aldı bilen ilim bilen fark kılışıdır. Başka milletler Allah'ını tanış, Allah'ın peygamberini tanış ve dini İslam'ını tanışını asasi ilim deb düşünmeydi. İslam istilahida başka ilimler muş ilimlerge ergişip geliyor. Ula ilimni maddi neslerini biliş deb düşünüdü. Maddi neslerini ügünüş bu İslam'da ayıp emez. Belki bu İslam buyurgan narsa. Bütün maddi ilimlerinin rivojlanishi İslam kelgandan keyin barliq kelgan. Tarix rostchil ustoz. U hech qachon yolg'on so'zlamaydi. Tarixni burmalash mumkin emas. Ma'lum bir muddatda burmalansa ham o'zining to'g'riligini aytib turaveradi. İslam kelgandan keyin boshqa ilmlar rivojlangan. Demek Allah'ını tanış, Allah'ın peygamberini tanış ve dini İslam'ını tanış ilimnin asası buluş gerek. Başka ilimler şunun asası kurulgandıla, ilim insaniyetin menfaati hizmet kılıdı. Bu mesela ilim insaniyet üstedeki bir qattiq vabaga aylandi. Hazırki tarix bunu ispatlab turibdi mana. İnsanın özü ixtiro qilgan narsalar insonga vahshiy bir hayvondan beter jinoyat qilib turibdi mana hozir. İkinci mesele amal qilish. İslam dunyodagi hamma yo'llardan voqei ekanligi bilan, ya'ni ilmga amal qilishligi bilan farq qiladi. Ilm İslam istilahida xiyoli, nazriyevi narsa bo'lib qolmaydi. İslam ilmiga amal qilish bilan boshqa yo'llardan farqlandi. Shuning uchun boshqa yo'llardagi ilm hech qanday foyda bermaydi. Moddiy jihatdan foyda bergan bo'lsa ham ma'naviy jihatdan qashshoq bo'lib qolaverdi. Ilmga amal qilish to'g'risida bir oddiy misol keltiradigan bo'lsak, mast qilg'uchi ichimlik ichgan kishining kulkilik holatini suratga ilib,
uni xalq ko'rsatgan rassom shu rasmning puliga mast qilg'uchi ichimlik ilib o'zi mast bo'lib yuraverdi. Ilmga amal qilmaslik ilmni mana mushundoq bir masxirlik narsaga aylantirib qo'ydi. Kashandalikni masxir qilgan rassom kashandalikning zararini bildiradigan bir rasmni kashandalik qilgan holatda rasmga chiqardi. Mana mushundoq ilmga amal qilmaslik ilmni haqir, xor bir narsaga aylantirib qo'ydi. Shuning uchun amal qilish ilmni bilgandan keyingi asosiy masala bo'lishi kerak. Ming afsuslar bo'lsinki, bugungi musulmonlar ilmga amal qilmayotgan kishilarning ulgusi bo'lib qoldi. Ilmga amal qilmaslik natijasida biz musulmonlar boshqalarga islomning zarriga hujjat bo'lib qoldik. Chunki ular islomni bizning amalimizga qarab bilishidir. Bizning amalimiz islomga zid bo'lg'achqa musulmonlar islomning zarriga o'zimiz hujjat bo'lib qolgan. Üçüncü mesele da'vat qilishdir. Ya'ni ilmga o'zi amal qilgandan keyin boshqalarni bu ilmga chaqirishdir. Bu mesele mizoji ixtiyoriy masala bo'lmasligi kerak. Islomga chaqirish, da'vat qilish insonning ixtiyorligidagi ish emas. Bu yo'l azar yo'li, mushaqqat yo'lidir. Cennet nefsga yıkımsız bo'lgan narsalar bilan, davzax bo'lsa nefs xohlaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Nefs xohlagan ishlarni qilaversangiz, Alloh saqlasinki, davzax o'tiga kirib qolasiz. Nefsimiz xohlamagan ishlarni qilib yashsak, cennet eshigi oldidan chiqamiz. Bilish zarur bo'lgan to'rtinchi narsa, ilmga da'vat qilgan vaqtimizda bizga azor yetadi, tuhmat, musibat yetadi. Xuddi payg'ambarlar u kishilarga ergashgan sahobalarga ergashgan fidokor tabiinlar va qiyomatgacha haq yo'lida chin turgan ahli islomga shu yo'lga da'vat qilish bilan azor yetganga o'xshash. Chunki ular hech qanday kishiga yollanma xizmatga bo'lmaydi. Allohning haqning yollanma xizmatkori bo'ladi. U haq qiyomatgacha o'zgarmaydi. Shuning uchun to'rtinchi qilib bilishga tegishli narsa azorlarga sabr qilishdir. Bu narsalarni isbotlaydigan Qur'onda 3 oyatlik qisqa bir sura bor. O sura Asr surasidir. Shu bizga dalil bo'ladi. Ya'ni zaman bilan qasamki, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilardan boshqa hamma odam cho'qin ziyon ichidadir. Alloh taolo 4 meselenin egillerinden başka insanın hemmisinin ziyan içinde ekanligida şek şübhe yok deydi. Bu meselenin birincisi baya aytgan meselemiz, yani iman meselesidir. Bu dersimizde biz ilimni Allah'ını tonuş, Allah'ın peygamberini tonuş ve dini İslam'ını tonuş dedik. Bu del iman meselesidir. Ellezine amenu, biz bilishki tegishlik 4 meselenin içindeki iman meselesidir. İkincisini amel dedik. Ve amilus salihat, yani yaxshi amal qilgan kishilar. Demek ilimden keyin amel kilidir. Bu yerdeki amel salih amelini qilishni ko'rsatadi. Salih amel şeriat salih deb ko'rsatgan amalni ko'rsatadi.
ilm va amaldan keyin Alloh haqqi da'vat qilib chaqirishni tilga oldi. Ya'ni va tavasav bil haqq. O'zaro haqni vasiyatlashgan, haq chaqirgan. Mana bu ilmga bo'lgan da'vatni o'z ichiga oladi. 4-chi masalani azarlarga sabr qilish dedik. Ya'ni va tavasav bis sabr. Bir-birlariga sabrni tavsiya qilgan kishilar. Mana mush 4 sifatdagi kishilargina ziyondan mustasno bo'ladi. Undan boshqa Odam alayhissalomdan tortib zimindagi hamma inson ziyon ichidadir. Mana bu narsani bilishimiz kerak. Biz islomni o'rta hal yo'l deb o'ylamasligimiz kerak. İslam o'zgarmas bir butun narsadir. Mana bu 4 masalani har bir musulmon kishi bilish kerak va shundan boshqa odamni shubhilanmasdan ziyon ichida deb aytish kerak. İmam Şafii rahimahulloh agar Alloh subhanahu va taolo o'zining mahluqotiga, insonlarga, bashariyatga sura asrdan boshqa surani nozil qilmagan bo'lsa, shu hidoyatga kifoya bo'lgan bo'ladi degan ekanlar. Alloh subhanahu va taoloni bilishdan iborat bu masalaning vojib ekanligiga dalil. Fa'lam annahu la ilaha illalloh vastaghfir li zambika lil mu'minin. Ya'ni bilginki Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Gunohing uchun ayol mu'minlar uchun mag'firat tilagin. Sura Muhammad 19-oyat. Demak, avval Allohni yegona deb bilishimiz kerak. Tekrar aytimizki, Makka mushriklari Allohni inkor qilmaydi. Allohning koinot va yerni yaratganligini, uning rizq berguchi zot ekanligini, o'ltiradigan, terildiradigan zot, koinot va yerni boshqaradigan zot ekanligini inkor qilmaydi. Lekin Allohning yegona ma'bud ekanligini inkor qilishadi. Ular ig'izlarda emas, amallarda inkor qilishadi. Ular seg'iniladigan zotni yegona Alloh deb biladi. Lekin Alloh subhanahu va taologa ibodatda boshqa narsalarni shirik qilishadi. Ular shu sababli mushrik bo'lishdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ular bilan 23 yil kelishmidi. Shular bilan jihad qildi ham, shular bilan bo'lgan jangda o'lgan kishilarni shahid, shularni o'ldirgan kishilarni g'ozi deb atadi. Ularning Allohning yakkiligini tan elishi, Allohning koinot va yerni yaratquchi, rizq berguchi zot ekanligi, o'ltiradigan, terildiradigan, koinot va yerni boshqaradigan zot ekanligini tan elishi ularni jannatga kirgizalmadi. Ularni islom sepiga kirgizalmadi. Shuning uchun fa'lam annahu la ilaha illalloh degan bu oyatda Allohning rizq berguchi ekanligini biling degani yo'q. Alloh kalimasi arab istilohida ma'bud degan ma'noda. Alloh bu oyati kalimada seg'iniladigan zotning yakki yeganligini biling deydi. Yuqorida aytganimizdek, ilm uningga amal qilish bilan bo'ladi. Demak, ibodatini Allohga ham boshqa narsaga tan qiladigan bo'lsak, hali 4 masalaning ikkinchisi yo'qoladi. Biz bu o'rinda bilib amal qilishimiz kerak bo'lgan 4 narsani aytib o'tamiz. Birinchi, Alloh subhanahu va taolo bizni yaratdi. Bizga rizq berdi.
bizni yaratib, rizq berib, xohlaganimizni qiladigan holatda qo'yib qo'ymadi. Balki bizlarga elchi ebatdi. Adem alayhissalomdan tortib Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamgacha elchi ebatdi. Oxirgi elchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'ldi. Bu kishidan keyin Alloh bilan insoniyat o'rtasida elchi yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgi payg'ambardir. İnsaniyet qiyomatgacha bu kishiga ergashishi kerak. Kim ergashsa jannatga kiradi, kim ergashmasa do'zaxga kiradi. Buningga dalil ya'ni shubhisizki biz Fir'avnga bir payg'ambarni avatgandek sizlarga amalinglarga guvohlik berguchi bir payg'ambarni avatdik. Fir'avn payg'ambarga ya'ni Musa alayhissalomga osiylik qildi. Ya'ni Fir'avn Musa alayhissalomga iymon etmay uni yolg'onga chiqardi. Ey Quraysh jamoasi, sizlar Muhammad alayhissalomga osiylik qilgandek Fir'avnmu Musa alayhissalomga osiylik qilgan edi. Shuning bilan uni qattiq jazoladik. Sura Muzammil 16-oyat. Allah sizlarga elchi ebatdim dedi. Bu elchi şahid, ya'ni bu kishining qilgan ishi, aytgan so'zi haq. Haqqi guvoh. Bilish zarur bo'lgan ikkinchi narsa, Alloh taolo o'ziga qilinadigan ibodatda birovning shirk qilinishiga rozi bo'lmaydi. Ya'ni bu amalni qabul qilmaydi. Şirk kılıngan narsa mayli bir ulug' odam bo'lsin, bir payg'ambar bo'lsin yoki vahiy elib kelinadigan farishta bo'lsin, Alloh taolo o'ziga qilinadigan ibodatda birovning shirk qilinishini qabul qilmaydi. Buni yaxshi bilishimiz kerak. Buningga dalil va annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yani mescidler Allah'a xosdir. Allah'a qo'shib hech kimga ibodat qilmanglar. Sura Jin 18-oyat. Bilishimiz zarur bo'lgan 3-masala, kim Rasululloh alayhissalomga itoat qilsa, Allohning vahdaniyatini, ya'ni borlig'i va yeganligini tan olsa, u odamning Allah ve onun Resulü'ne karşı bo'lgan odamni do'st tutishi mumkin emas. İman Allah uchun yaxshi ko'rish, Allah uchun yomon ko'rishdir. Bu o'rinda yana g'ariza masalasini takrorlab o'tamiz. Bizda ko'p g'arazlar bo'lganga o'xshash adovat g'arizasi bor. Allah buni tabiatimizda bor qildi. G'arazlarni tushunish uchun ba'zi g'arazlarni takrorlaymiz. Yemek g'arazisi bo'ladi. İslam bu g'arazni halol yemek ichmak bilan qondirishni buyurdi. Agar bu g'arazni halol bilan qondirmasa, u tashna bo'lib haromga majbur bo'ladi. Shuningga o'xshash bizda adovat ham muhabbat g'arazisi bor. Biz muhabbat g'arazisi bilan Allah'ni ve onun Resulüni, peygamberlerge ergeçken sahabeler, tabiinlarni yaxshi ko'ramiz. Xulasa, Allah'ның dostlarını yaxshi ko'ramiz. Adovat g'arazisi uchun Allah şeytanni ibatdi. Bu g'arazlar bilan şeytanni yomon ko'ramiz ve şeytanga ergeçken şeytan simon odamlarni yomon ko'ramiz. Bularni Allah ve Resulullah karşı bo'lgan kishilar deb bilamiz. Allah ve Resulullah karşı bo'lgan kishilarni do'st tutmaslikni bilish kerak. Mana bu 3-masala. Dalil. Yani Allah'a ve ahiret günüge ishonadigan bir qavmning Allah bilan ve onun payg'ambari bilan qarshilashganlarni, ularning onalari, o'g'illari ya qarindoshlari ya urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutganligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas.
Eni shularning dillarida Allah iymonni mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytdi. Sura Mujadala 22-oyat. Allah Taala Qur'oni Karimda Rasulullahning millati İbrahimga ergashganligini e'lon qilishni buyurdi. Millati İbrahim deganda biz nimani tushunamiz? Dinni Allah Subhanahu va Taolaning o'ziga xos qilish bilan ibodat qilish bu millati İbrahimdir. Buningga Qur'oni Karimdan dalil. Ve ma halaqtul jinne vel insa illa liya'budun. Yani jinlarni ve insanlarni faqat men ibodat qilish uchun yaratdim. Sura Dariyat 56-oyat. İbadet qilish degan nima? İbadet qilish birinchidan Allohni yakka ma'bud deb tan ilishdir. Tavhid ibodatda Allohni yakka deb bilish va Allah Subhanahu va Taolani Allah o'zi va Rasul sallallohu alayhi vasallam sifatlagan sifat bilan sifatlash. Uni mahluqotga o'xshashdan pok deb bilish. Allah buyurgan narsa tavhiddir. Yana takror aytamizki, tavhid ibodatda Allohni yakka deb bilish va Allah Subhanahu va Taolani Allah o'zi va Rasul sallallohu alayhi vasallam sifatlagan sifatlar bilan sifatlash. Uni mahluqotga o'xshashdan pok deb bilishdir. Allah qaytirgan narsalarning eng kattasi hozirgi narsaning dal aksi bo'lib shirkdir. Shirk nima? Shirk Allohga sig'inish bilan birga boshqaga sig'inish. İbadette Allah'a şirik isbat qilishdir. Allah Qur'onda nurg'un yerde Va'budullaha ve la tushriku bihi shay'a. Yani Allah'a ibadet qilinglar, uningga hech narsani shirk keltirmanglar. Fala taj'alu lillahi andada. Yani Allah'a şirik keltirmanglar deydi. Biz avvalqi bilishimiz kerak bo'lgan 3 narsani kengaytimiz. Birinchidan Allohni tonish, dinini tonish va Allohning payg'ambari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tonish. Rabb Taolani tonishning ma'nosi Rabbim kim degan vaqtda meni va butun olamni yaratgan Allah Subhanahu va Taala mening Rabbimdir. Bu Rabbim yegani ma'buddir. Men uchun sig'iniladigan boshqa zot yo'q deb tan ilishdir. Buningga dalillar ko'p. Buningdan hammamizning biladigini Alhamdulillahi Robbil alamin. Hamd aytish ibodat. Buni faqat Allah Subhanahu va Taolaning o'zigagina bütün alemnin terbiyecisi Rabbil Alemin'e etiş gerektir. Alem degende Allah'tan başka nersini alem deb düşünümüz. Yani Allah'tan başka nerse alem bolsa Allah bütün alemdeki nersini terbiye kılgıcı zattır. Allah Subhanahu ve Teala'ni Allah'ın mahlukatları ve Allah'ın ayetleri bilen tanıyımız. Allah'ni kecha ve gündüz, aptap, ay, asman, zemindeki terik ve cansız ma'budlar bilen tanıyımız. Bu alametlerin hemmesi Allah'ın eseri bulup, bula Allah'ın barlığı ve yeganlıqıga dalalet kılıdır. Allah Teala'nın alemdeki ispatları görünüp durgan bu alem Allah'a dalalet bulup, bu alem özliginden mevcut boğan emas. Hiç kim dünyadaki birer nersini özü mevcut boludu dep etmeydi. Elbette biz körüp durvatkan bu alem
bir yaratquchining borligi ham bu olamning bir yaratquchining tarbiyasiga muhtoj ekanligiga, yaratquchining qonuniga bo'ysunayotganligiga dalolat qiladi. Bulardan bu zotining yakka sig'inilayotgan zot ekanligi ma'lum bo'ladi. Shuning uchun insonning bu yakka zotga tan ilishi zarurdir. Ma'bud yegona bo'lsa, undaqda ibodatning ma'nosi nima? Ibodat bo'ysunish, muhabbat qilish. Aniqroq qilib aytganda, Alloh rozi bo'ladigan va yaxshi ko'radigan amallarni qilish ibodatdir. Alloh taolo buyurgan ba'zi ibodat turlari haqida to'xtalib o'tamiz. Islom bo'ysunish, iymon ishonish, ihson Allohni ko'rib turgandek sig'inish, duo tilash, xavf tashvish bilan qo'rqish, rijo umid qilish, tavakkul suyunish, rag'bat moyil bo'lish, hayvatlanish, xushu qalb bilan egilish, xashiya tazarru bilan qo'rqish, inobat Allohga qaytish, isti'onat yomonlikdan panoh izlab yaxshilikdan yordam so'rash, vel istiaza yuz bermagan ishlardan panoh tilash, isg'ofa beshiga tushgan ig'ir musibatdan faryod qilib Allohdan yordam so'rash, zabha qurbonlik qilish, nazri qatorliqlar bular Alloh taolo buyurgan ibodat jumlasidandir. Bularning har biriga dalil keltiramiz. Birinchisi, butun ibodat Alloh uchun bo'lishi kerak. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya'ni Rabbing faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni tavsiya qildi. Sura Bani Isroil 23-oyat. Yuqorida deb o'tgan ibodatlarning birasining Allohdan boshqa bo'lishi shirk bo'ladi. Shirk amalini qilgan odam mayli namoz o'qisin, ro'za tutsin, haj qilsin va yoki musulmonlik da'vosi qilsin, u mushrik, kofir atiladi. Buni yaxshi bilishimiz kerak. Shirk amalining hech kimdan afu qilinmaydiganligiga dalil shuki, Alloh taolo o'z payg'ambariga la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Ya'ni agar sen Allohga shirik keltirsang, sening amaling albatta bekor bo'lib ketadi. Alloh taolo o'zi bilan birga qo'shib boshqa narsaga sig'ing'uvchini kofir deb atadi va ularning shak shubhasiz nijot topmaydiganligini aytdi. Ya'ni kimki hech qanday dalil bo'lmagan holda Allohga qo'shib yana bir ma'budga ibodat qiladi ekan, Rabbining dargohida hisob beradi. Kofirlar haqiqatan nijot topmaydi. Sura Mu'minun 117-oyat. Ba'zi kishilar Allohdan boshqaga duo qilayotganda biz ibodat qilayotmaymiz, duo qilayotamiz deyishadi. Yoki nazr qilayotganda biz Allohdan boshqa ibodat qilayotganimiz yo'q, nazr qilayotamiz deyishadi. Ba'zi kishilar qurbonlik qilayotganda biz Allohga ibodat qilayotganimiz yo'q, qo'y so'yayotamiz deyishadi. Lekin shulardan bu ibodat bo'lmasa, mush ishlarni nimaga qilyapsiz? Nimaga erishmoqchisiz deb so'ralsa, ular savobga erishmoqchi bo'lganligini aytishadi. Hatto mush orqali gunohlarining yuyilib jannatga kiradigan darajaga erishadiganligini da'vo qiladi. Bu ibodat bo'lmay nima? Duo ibodatdir. Alloh subhanahu va taolo ya'ni Rabbinglar aytadi, "Menga duo qilinglar, men duoyinglarni qabul qilaman. Tilgininglarni beraman. Shubhisizki, mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar har holda jahannamga kiradi" deydi.
Demek Allah Teala bu yerde duanı ibadet devatıdır. Ondan başka serh ibare şu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetinin mig'izidir degan. Bazı rivoyatlarda dua haqiqiy ibadetdir deyilgan. Qo'rqish ibadet. Biz vahşiy hayvonlardan qo'rqamiz, zolimlardan qo'rqamiz. Bunun bilan ibodatni boshqalar qilgan bo'lamizmi? Yo'q. Agar qo'rqish Allohning buyrug'ini tark qilishga sabab bo'lsa, bu ibodatni boshqa qilgan bo'ladi. Allah subhanahu va taolo ya'ni agar mu'min bo'lsanglar, ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar deydi. Demak, birov shariatning buyrug'ini qilish yo'lini to'ssa, shu to'siq shariatning buyrug'ini qilishimizga sabab bo'lsa, ibodatni boshqa qilgan bo'lamiz. Agar ashabilar xavf ibodatini Allohning o'ziga qilmagan bo'lsa, da'vat, dini islom bu yerga yetmagan bo'ladi, birodarlar. Ular qo'rqish ibodatini faqat Allohga qilishdilar. Shuning uchun ular o'z saflarida shahid bo'lsa ham to'xtig'ini yo'q. Umid ibodat. İnsonni haqiqiy islom da'vat yo'lidan to'sadigan narsa qo'rqish va umiddir. Din dushmanlari umiddan ilgari qo'rqitishni ishga soladi. Bu foyda bermagandan keyin qaysi narsaga muhtoj ekanligingizdan foydalanib umidni mendan qil deydi. Umid ibodatdir. Allah ya'ni kimiki Rabbiga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, savobini umid qilib, azobidan qo'rqadi ekan, yaxshi ish qilsin. Rabbiga qiladigan ibodatga hech kimni shirik keltirmasin deydi. Sura Kaf 110-oyat. Ibodatni yakka Allohga qilishga biz majburmiz. Agar biz umidni Allohga qilsak, ibodat qilgan bo'lamiz. Agar boshqa qilsak, ibodatni boshqa qilgan bo'lamiz. Bu yerda biror ishda umidni biror odamga qilsak, undaqda ibodatni boshqa qilgan bo'lamizmi degan savol tug'iladi. Agar bizning umidimiz shariat hukmini qilmasligimizga sabab bo'lsa, bu undaqda ibodatni boshqa qilgan bo'ladi. Shundaq umidlar borki, kishilar martaba mol dunyoni qo'lga keltirish umidi bilan yoki boshqacha biror umidlar bilan Allohning buyrug'ini tashlashidir. Mana bu ibodatni boshqa qilish ham shirik amaldir. Buning bilan amal bekorchi bo'ladi. Tavakkul ibodatdir. Allah subhanahu va taolo ya'ni agar Allohning va'da qilgan yordamiga ishonsanglar, Allohga tavakkul qilinglar. Ya'ni kimiki Allohga tavakkul qilsa, Alloh uni kifoya qiladi deydi. Tavakkul sifati bo'lmasa, inson hayotda hech nima qila olmaydi. Biror ishni qilish uchun Allohga so'yinish kerak. U narsani qilish g'ayb, birodarlar. U ish bo'lamdi, bo'lmamdi, hech qaysimiz bilmaymiz. Agar insonda tavakkul sifati bo'lmasa, hamma ishni qilmaydi. Masalan, ilm o'rganmoqchi bo'lsa, men buni qila olmayman deydi. Ammo Allohga tavakkul qilib harakat qilsa, ilmni egallaydi. Safarga chiqishdan burun hamma odam ansiraydi, qo'rqadi. Qaysi bir ishni qilmoqchi bo'lsak, hammasida to'salg'i bo'ladi. U ishida o'ltirsa ham tam besib oladi degan tashvish bo'ladi. Hayotda tavakkul sifati bo'lmagan odam o'ziga ham manfaat yetkiza olmaydi.
Demek biz hayotda yashash, yaxshi ishlarni qilish uchun tavakkulga ham tavakkuldan iborat mushu ibodatga muhtojmiz. Biz ya Allohga tavakkul qilib mu'min bo'lamiz yoki ham hech kimga foyda yoki zarar yetkazolmaydigan boshqa bir narsaga so'yinib, shuningga tayinib yashaymiz. Shuning uchun din dushmanlari Allohni inkor qilib turib, baribir yana boshqa narsaga so'yinib yashaydi. Ya puliga so'yinadi, ya biror bir martabalik odamga so'yinib turib ish qiladi va yoki biror mazoga so'yinib turib ish qiladi. Ish qilib har qalb bilan g'arziga so'yinadi. Allohni inkor qilgan odamlar ham bu tavakkul g'arzisidan qochib qutulolmaydi. Alloh subhanahu va taolo bu g'arazni yegani o'ziga so'yinish bilan ta'minladi. Rag'bat, qalbdagi hayvat va moyillik, xushu bu narsalar ham ibodatdir. Alloh subhanahu va taolo o'ziga hayvatlangan, o'ziga moyil bo'lgan, o'ziga tazarru qilgan bandalarni maqtab, ya'ni yuqorqi payg'ambarlarning duosini ijobat qilishimiz shuning uchun ediki, ular yaxshi ishlarni qilishga oldiraydi. Rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qiladi dedi. Xoshiyat, ya'ni tazarru bilan qo'rqish, xavfdan farqlanadi. U ibodatdir. Inobat, ruju, qaytish, bir narsaga ruju qilib murojaat qilish ibodatdir. Ya'ni Rabbinglar tarafga qaytinglar va unga itoat qilinglar. İsti'anat ibadattir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yani Rabbimiz sanala ibadet kılımız, sendinla yardım sorayımız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi mübareklerde yardım soramakçı bolsan Allah'tan yardım sora dediler. İstiaze, yani panah izleş ibadettir. Allah subhanahu ve taala mana Resulullah'a Felak, Nas surelerini nazil qilib, Allohdan panah istashni buyurdi. İstizafe, yani Allohdan faryod chekib turib yardım so'rash. Yani o'z vaqtida duo qilib Rabbinglardan yardım tiladinglar. Bu oyat shuningga dalil bo'ladi. Biror narsani qurbon qilish ibodat. Dalil Alloh subhanahu va taolo mana Rasulullahga buyurib, ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va taat ibodatlarim olamlarning Robbi Alloh uchundir deydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde Allah'tan başka atab kurbanlıkka kılganğa Allah'ın laneti bolsun degan. Allah'tan başka kurbanlık kılganlar mana pul tepip, mehnet kılıp, yana Allah'ın lanetiga erişidi. Nazir ibadettir. Allah Teala naziriga vafo qilganlarni Qur'onda maqtadi. Yani ular öz üstüge qasam ichib olgan ishni o'rinlaydi va dahshati keng doirlik bo'lgan kundan, ya'ni qiyomat kundan qo'rqadi. Bilishimiz kerak bo'lgan 3 asosining birincisi Allah subhanahu va taoloning ma'rifati. Allohni tonish. İkinci asas dini İslam'ını bilish. Dini İslam'ını bilish, Allah subhanahu ve taolaga taslim bo'lish, itoat bilan bo'ysunush
şirik ve ehli şirikten juda bo'lishdir. İslam dininin mertebeleri İslam, iman, ihsandır. İslamның rukuni 5 bulup, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deb şehadet etiş, namazni berpa qilish, zakat berish, Ramazan ayida roza tutish ve Beytullahni hac qilishdir. La ilahe illallah şehadeti Allah Teala'nın yegane ma'bud ekanligiga guvohlik berish bo'lib, dini İslamның ma'nosini bilish bilan guvohlik ma'nosini bilish kerak. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bunu Allah'ın yegane ma'bud ekanligiga guvohlik berish deydi. Bir odamning guvohligi uning tili ham amali bilan bo'ladi. Qilayotgan ishi uning nima ekanligiga guvoh bo'ladi. Demak, sig'inilayotgan zotning yegane ma'bud ekanligi uning amali ve tilidan bilinish kerak. Shuning uchun islom demak bunu bilish demektir. Muhammedur Resulullah şehadeti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından ibaretilgen elçidir. Allah Teala o kişini Resul, Nebi kılıp everdi. Muhammed aleyhisselamның Peygamber ekanligiga guvohlik berish, u buyurgan narsalarga itoat qilish, xabar bergan narsalarni tasdiqlash, cheklagan narsalardan cheklanish. Allohga bu payg'ambarning qiyg'inidan boshqacha ibodat qilish, Muhammad alayhisalomni Allohning elchisi deb guvohlik berishga ziddir. Kim Allohning yegane ma'bud, Resulullah'ның Allah'ның elchisi ekanligiga guvohlik bersa, jannatga kirdi degan ma'noni mushundaq tushunsak, hech qiynalmaymiz, birodarlar. Allah subhanahu va taoloning mana ya'ni ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Namozni ado qilishga, zakatni berishga buyurildi. Ani shular, ya'ni ibodat, ixlos, namoz, zakatlar to'g'ri dindir degan. Bu oyatidan namoz va zakatning islomning 5 rukunning ikkisi ekanligini bilamiz. Alloh taolo mana ya'ni ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga roza farz qilingandek, sizlarga mu Ramazon rozasi farz qilindi. Bilan Ramazonni bizga farz qildi. Hajning farz ekanligining dalili, ya'ni qodir bo'la olgan kishilarning Alloh uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi. Kimiki inkor qiladigan, ya'ni hajni tark etadigan, ziyni o'ziga. Shubhisizki Alloh ahli jahondan, ya'ni ularning ibodatidan behojatdir. Sura Al-Imron 97-oyat. Bular islom. Iymon nima? Iymon deganda biz iymonning bir tarmoqlarini tushunishimiz. Iymon bir daraxt. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z hadislarida shunday degan. Iymonning 72 dan ko'p shoxchisi bor. Uning eng olisi la ilaha illalloh. Eng kichiki musulmonlarning yo'lidan musulmonlarga azob beradigan narsani tozalashdir. İslamның musulmonlarning yo'lini tozalash uchun alohida bir hay'atlarni qurishga, bir ul muassasalarni qurishga hojat tushmadi. Hozirgi madaniyatni da'vo qilgan toiflar faxrlanib yurgandek muassasalarga hojati tushmadi. Mo'min kishilar iymonning eng kichik shaxschisini vujudga keltirish uchun musulmonlarning yo'lidan musulmonlarga azob beradigan narsani tozalashga buyurildi. Lekin hozirgi mu'minlarga ham hozirgi kofirlarning ta'siri o'tkashga bizdagi bu sifatlar yo'qolib ketdi.
İmanның rukuni 6. Allah'a iman keltirish, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, qiyomat kuniga va yaxshilik, yomonlikning Allah'ның qadri bilan bo'ladiganligiga iman keltirish. 3. martaba, ya'ni ihson. Buni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allah'ni ko'rib turgandek seg'inmoqliqing. Agar ruhingda Allah'ni ko'rib turgandek seg'inishlikka quvvat yetishmasa, Allah meni ko'rib turibdi degandek seg'inmoqliqing deb tushundirdi. Allah Qur'oni Karimda yana İnnalloha ma'allazina ittaqaw vallazina hum muhsinun. Ya'ni Allah haqiqatan taqvodorlik qilguvchilar va yaxshi ish qilguvchilar bilan birlidir dedi. Sura Nahl 128-oyat. Mana yuqorida dinning 3 martabasini aytib o'tdik. Buning dalili Umar ibn Hattob radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan mashhur hadis. Payg'ambarimizning oldida o'ltirgan edik. Kiyimlari intayin oq, pokiza, sochlari qop-qora bir kishi kirib keldi. Bu kishida safarning alomatlari ko'rinmaydi. Bu kishini hech kim tonimaydi. U Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, tizlarini uning tizlariga terab, qo'llarini uning yo'tisiga qo'yib turib, "Ey Muhammad, islomning nimaligini aytib bering" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning yegona ma'bud ekanligiga guvohlik berish, payg'ambar alayhisalomning Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik berish, namozni barpo qilish, zakot berish, ro'za tutish, Baytullohni haj qilish dedi. U kishi to'g'ri aytding dedi. Biz uning bu so'zidan ajablandik. Ondan u iymon nima aytib bering dedi. Rasululloh Allohga, farishtalarga, Allohning kitoblari va payg'ambarlarga, qiyomatga va yaxshilik yomonlikning Allohning qadari bilan bo'ladiganligiga iymon keltirishing dedi. Ondan ihson nima aytib bering dedi. Rasululloh Allohni ko'rib turgandek seg'inmoqlik. Agar Allohni ko'rib turgandek tasavvur qila olmasangiz, Allah meni ko'rib turibdi deb seg'inmoqligingiz dedi. Qiyomatdan xabar bering deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'ralg'uchi so'rg'uchidan olimroq emas dedilar. Undaqda qiyomatning alomatlarini aytib bering deganda cho'rilarning o'z xo'jilarini tug'ishi, ba'zi mufassirlar buni ota-onalarning o'z farzandlarining xizmatkoriga aylanib qolishi deb ko'rsatdilar. Hozirgi oz sondagi oilalardan boshqalarni shundoq desak, xatolashmasligimiz mumkin. Ota-onalar o'z farzandlarining xizmatkoriga aylanib qolgan birodarlar. Yalan oyoq kambag'allarning katta binolarda faxrlanib o'ltirganligini ko'rsangiz, qiyomatni kuting dedi. Bu yerda islom undaq binolarni selib o'ltirishni gunoh degan emas, lekin faxrini shu narsalarning ustiga qo'yib qo'ygan odamlarni qiyomatning belgisi degan. Allah ya'ni aytqinki, ular Allohning fazli va rahmatidan xushal bo'lsin. Bu ularning yiqqan dunyo mollaridan yaxshidir deydi. Sura Yunus 58-oyat. Demak, biz Allohning fazli, rahmi bilan faxrlanamiz. Lekin o'zi selib qo'ygan binolari bilan faxrlanib yashashlik insoniyatni dalolatga boshlaydi. Shunda bu kishi ketdi. Ozg'ini turdik. Rasululloh, "Ey Umar, bu savol so'ragan kishining kimligini bilamsan?" deb so'radi. "Allohning rasuli bilgichiroqdir" dedik. Rasululloh, "U Jibril alayhissalom. U sizlarga diniy ishinglardan ta'lim berish uchun keldi" dedi. Demak,
Dini İslam degende biz iman, İslam, ihsanını düşünüşümüz gerek. Mana muşunu bildiriş için Cibril aleyhisselam Allah'ın buyruğu bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldığı geldiler. Bu ikinci asas. Üçüncü asasımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni tanıştır. Bu kişi Muhammed İbni Abdullah İbni Abdülmutallib İbni Haşim. O İsmail aleyhisselam'ның nesebleridir. Onun ölümalar birlik kelgan nesepleri Adnan'ga tutuşudu. Bu cihette şek şübhe yok. Peygamberimizin ömrü 63 yaş oldu. 40 yaşta peygamberlik nazil oldu. 23 yıl nebi ve resul oldu. İkra suresi nazil bolganda nebi oldu. Mudaththir suresi nazil bolganda resul oldu. Resulümüz doğrusida biladigan qisqacha ma'lumotlar mana shundoq bo'lishi kerak. Allah Teala u kishini shirkdan ogohlantirish va tavhidga chaqirish uchun ibatdi. Qur'oni Karimdagi Muddathir surasida mana ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ya'ni ey vahiy nazil bo'lganda kiyimiga cho'nkilib olg'uchi payg'ambar, tur, insonlarni Allohning azobidan ogohlantir. Rabbingni ulug'la. Kiyimingni pok tut. Azobdan, ya'ni azobga qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l. Ko'p ilish niyatida berma. Ya'ni bir kishiga biror sovg'a bersang, uningdan bergan narsangdan ko'proq narsa ilishni tama qilma. Rabbingning roziligi uchun qavmingdan yetgan aziyatga sabr qil. Odamlar moli yo'lida sabr qiladi. Malga erishish uchun hamma xorliqlarga sabr qiladi. Biror yer ilib shu yerga imorat qilib olsam deb shuning yo'lida sabr qiladi. Odamlar har xil ishlar uchun sabr qilishidi. Hatto xorliq yo'lida ham sabr qilishidi. Ammo Alloh taolo Vali robbika fasbir. Ya'ni Rabbingning roziligi uchun qavmingdan yetgan aziyatga sabr qil deydi. Peygamberimizning mana bu sifatlarini bilishimiz kerak. Peygamberimizning tonish mushundoq bo'lish kerak. Bu kishi Makka muhitida 10 yil butlardan voz kechishga da'vat qildi. Miroj kechasi 5 vaqt namoz farz qilindi. Madinaga hijrat qilishga ma'mur bo'ldi. Ham Madinaga hijrat qildi. Bu asli shirk diyoridan islom diyoriga qilingan hijrat edi. Bu yerda to'xtalishga to'g'ri keldi. Rasulullohni tashlab ketishga hech kishi rozi emas edi. Ular hamma nimasidan voz kechganlar edi. Ular payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga azor yetib kelishdan ansirishadi. Ammo Alloh va uning rasulining buyrug'i ularning qalbiga shundoq o'rnagan ediki, hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yolg'iz qilib Madinaga hijrat qilinglar degan buyrug'ini o'z jismidan afzal ko'rishdi. Ular faqat Allah ve onun Resulünün buyrug'i bilan hicret qilib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem hicretde 10 yıldan ko'proq turib Allohning dargohiga ketdilar. Dunyoda qandoq yaxshilik bo'lsa, ummatni shu yaxshilikka buyurdilar. Qandoq yomonlik bo'lsa, shu yomonlikdan ogohlantirdi. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem ummatini buyurgan eng katta yaxshilik tavhiddir. Yekki Allah'ını ma'bud deb ibodatini faqat Allohga qilishdir. U kishi ogohlantirgan yomonlikning eng kattasi shirkdir. Allah subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomni bir qabilaga, yot bir toifiga, yot bir asrda yashagan insonga avatgani yo'q.
balki qiyomatgacha bo'lgan butun insoniyatga ibatdir. Islom istilohida o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq, turkman degandek millat yo'q. Islom istilohida islom millati va kufr millatidan iborat ikkili millat bor. Hozirgi hamma qavmlar ichidagi har toifa odamlardan islomni qabul qilgan kishilar uning rangi, qini, millati qandoq bo'lishidan qat'iy nazar islom millati sepiga kirdi. Jannatga daxil bo'ladi. Ammo islom e'tiqodini qabul qilmasa, islomning buyrug'ini bijo keltirmasa, qandoq odam bo'lishidan qat'iy nazar u mayli o'zbek, hatto arab bo'lsin, do'zaxga kirdi. Buni shundoq bilishimiz kerak. Islomni Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalomning vositasi bilan bizga tushirdi. U kishi inson toifasiga emas, jinlarga ham payg'ambardir. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan diniy islomni komil qildi. Uningga biror narsa qo'shishga hojat qo'ymadi. Biror kishining yaxshi niyat bilan diniy islomga bir narsani qo'shishi ham elib tashlashi gunoh, dalolatdir. Alloh subhanahu va taolo kalomida "Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islam dina." Ya'ni bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. İslam dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim dedi. Sura Maida 3-oyat. Shuning uchun hech qanday kishining diniy islomga bir narsani qo'shishga haqqi yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot topdi. Ammo u kishining dini boqidir. Alloh Qur'oni Karimda, ya'ni sen haqiqatan o'lisan. Ularmi haqiqatan o'lidi. Ondan keyin sizlar qiyomat kuni Rabbinglarning dargohida bir-biringlar bilan da'vo qilasizlar, deydi. Biz islom dinida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ilib kelgan xabarlarning hammasini tasdiqlaymiz. Alloh Qur'oni Karimda, ya'ni payg'ambar sizlarga berganni ilinglar, payg'ambar cheklagan narsadan cheklininglar, deydi. Biz islom shariatini qabul qilganda uning aqlimizga muvofiq bo'lishi bilan qabul qilmaymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tarafidan kelgan diniy hukmni shartsiz qabul qilamiz. Mana bu Muhammadur Rasululloh deb shahodat etgan iymonimizning isboti bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan keyin kim payg'ambarlikni da'vo qilsa, uni kazzob deb bilamiz. Bütün imomlarning hukmida shar'iy jihatdan bundaq kishi qatl qilindi. Bu jihatda imomlarning qarshi birdek bo'lib, payg'ambarlikni da'vo qilguvchi qatl qilindi. Yuqorida diniy islomdagi 4 masala va 3 asos haqida qisqacha so'zlab o'tdik. Bular islomdagi bilish zarur bo'lgan masaladir. Buni bilish yoki bilmaslik o'rtasida ixtiyorlik yo'q, birodarlar. Shuning uchun bu darsimizning qadriga yetish kerakki, har bir kishi uni ko'p takrorlab, bu hukmlarni qalbiga o'rinlashtirib, uningga amal qilish kerak. Boshqa millatlar bilan ahli islomning farqi ilmga amal qilishdir. Ahli islom ilmga amal qiladi. Boshqalar ilmga amal qilmaslik bilan ulardan farqlanib turdi. Musulmonlar ibodatda Rasululloh tuzib bergan yo'l bo'yicha ibodat qilish bilan Yahudi, Nasoralar va boshqalardan farqlandi. Bo'lmasa mutlaq ibodat qilish bilan farqlanmaydi, birodarlar. İbadetni hamma millatlar qiladi, ammo ular yakka Allohga qilmaydi. Ahli islom bo'lsa yakka Allohga ibodat qiladi.
ve Allah'ın Resulü tüzüp bergen boyunca ibadet kılıdı. Mana bu ibadetinin töt manisidir. Allah subhanahu ve teala dersimizni kalbimizge ornatsın. Elhamdülillah, yukarıda Ustaz Abduveli Qari Rahimahullah'ın derslikler toplumundan 14. ders İslam şeriatidagi 4 mesele degan temini anladыңlar. Axirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.